Biz hamda navbatdagi mushu ko'rinayotgan mushu batninki jadval qurilmasini bir ishlab boqaylik, ha? Bu jadvalni biz oldingi qisqa darslarda oldingi filmda hammasi baravar ishlab chiqib bo'lgan. Buni qaraydigan bo'lsak, umumiy jadval, asos jadval 1 qor, 2 qor, 3 qor, andan keyin 4 qor. Yana ma ishidagi ma'u mazmunlar bo'lsa, bu bir asos jadvalning bir katiga, shuna 5 qor bo'lamda. Andan keyin 1 2 3 4 5 6 ton. Shunaqa. Bunda bo'lsa. Men hozir yerisini boshlab ketdim, ha? Diqqatga, HTML boshlandi-ku. Ondan keyin xiyol qismini yozitlar. Bu yer jex yozmaydan meta http Maniyet bulduk. Hem de torbatninki temisi. Kayıt buldu o. İngilizce iz koydum. Ama xiyatın astığa neyim çüzdü? Kodu çüzdü. Andan keyin asas jadval chizamiz. Yana jadval torbatning o'rtasiga keldi-ku. Torbatning o'rtasiga keldi. Andan keyin yana table boshlandi. Bordersi teng 1 piksel. Kengligi 800. Taglik rangi oq ranglik. Hamda biz buningki jadval ustini boshlaylik. TR. TD. Yine bu TD. Bu üst çizik, bu sol taraf çizik, bu on taraf çizik asıl karaksinki. Hoş, ondan keyin birinchi ketak bitma bitti. Bunu kontrol sinus küçük olduk. Asıl çapladık. Cemi 5 qor oldu-ku. 2. qor, 3. qor, 4. qor, 5. qor. Bitti mi? Ondan keyin birinchi qorninki kolispen teng 6ga. 2. qor 6dan üstün bo'ldi. Shundan ma'ni 1 2 3 4 5 6 bo'ldimi? Xo'sh. Ondan keyin bu barq mazmunlar o'ttirib keldi. Ya'ni bosh bayat xabar o'bir mazmun bo'ldi-ku. Buni ko'chirib oldik. Maktapladik. Endi mayaga biz rasmlab berdik, ha? Men o'zimni avval saqlab olay. Nega degan vaqtda mashay saqlay, ha? Bunga Intel HTML Bienmasi UTF-8 bosini besib o'tdim. Ana bu yerga rasm qistirma. IMG boshliq src tam imagening ichidagi mushasmi shuma usti GPG'sini qo'ymavi. Imagening ichidagi usti GPG degan rasm. Buningki IMG'ning tirnoq yepishini oldida tirnoqning ichiga. Kenligini 840 kontrol qilaman. Egizligini 150 kontrol qilaman.
Ma ceza numarasini bitdi. Birinchi qor bitdi, ikkinchi qor. Bu yerga. Bosh, bat. Xabar. Mas'uliyat. Mulozimat. Hamkorlik. Aloqachining. Yes bo'ldimmi? Anandan keyin bu ikkinchi qo'lim bitdimi? İkinci qo'lim taktiga. Men meni shuna qo'y. 40 egizlikda. Buni men taktika olaman shu. Jevresim meni degan ismda. Buni men background olaman. Shunga buni egizligini belgilamsam bo'lmaydi. Qistirib beradigan narsaniki egizligini belgilamsakmi, shu qistirib bergan mazmunning o'zi egizligini belgilaydi. Tushundingizmi? Lekin taktika o'rlashtiradigan narsaning egizligini cho'qim belgilaymiz. Taraftoğa Yega Mesin içindeki minutik cihayet resim şu. Ma turbatdan qatti icra qilmay turib butunlay yazgan onu icra qilib qolma. Ikkinchi qo'yib bitdimi? Uchinchi qor. Aylaqa ma'no oqni xat bor-ku. Xo'sh, mushu ma'no xat o'rni. Bundan bu yerga marka buningki direksiyon, ya'ni buning yo'linishi o'yilishib bo'lgandan keyin right bo'lish kerak. Andan keyin bu ma'no xatning surat shu bo'lsin, ha? Xo'sh, andan keyin buning kengligi 99% bo'lsin. Endi marka bitti. Yine maniki ma tiriz bitmedi. Bu marka degan xat o'ttirib kelish kerak-ku. Mushkatdan o'ttirib kelish kerak-ku 99% bo'lgandan keyin. 99 emas, 99% ma bu. O'ttirib kelsin. Yine nimsa Kolospentdan 6 dan qimmat kichik qoldi ma bu. Shuni olamda faqat bir lista ma bu. Ma tidi. Hanım yerga. Assalomu alaykum. Tor bektimizga kelgan qadimimizga marhaba. Bo'ldimi? Xo'sh. Anandan keyin ma birinchi qor, ikkinchi qor, uchinchi qor bitdimi? Bundan meni qarab boqla. Birinchi qor, ikkinchi qor, uchinchi qor. To'rtinchi qor nima ekan? Boshqa asos jihmazim bor bu yerda. To'rtinchi qor mushuga. Buning boshqasi qarz olmaydi. Qo'lish bilan tan 6 dan qilib beramiz. Andan keyin masala bos bo'ldi. Ana ma aslan qismi qo'lish bilan tan 6 dan oldu. Qo'lish bilan 1 deb yo'q, ha? Yani 6 ton tan oldu. Ma 6 ton, tushundingizmi? Yine bununki mazmun o'ttirib olindi. O'ttirib olindi. Ana bu yerga barliq huquq ana bir administrator Yetqidimmi? Tutdimmi? Endi ne qoldi degan vaqtda masha qoldi. Shunga jadval. Tushundingizmi? Masha ishlaydi. Table boshladik. Cho'qim buni mushu tidin ichiga yozmasangiz yana ko'rmaydi. Cho'ng bir jadvalni ichiga olgandan keyin jadvalning katagini ichiga yozmasak yana chiqmaydi mana. Tushundingizmi? Tableniki border sistem ichki jadvalniki ko'rmisin bo'ladi. Sırtdaki cedvelniki size ko'ringan borders 0 olsun. Tushundingizmi? Kengligi 100% bu bas bo'ldi. Onun boshqa karimiz yo'q. Andan keyin TR
ar. Tedi. Matiyar her bir tiyanın ikizi kancı buluş gerek. 50 kıtırlı. 45 kıtırlı oldu. 45 kıtırlı. Endi bu yerda sonda nechini qilamiz? Shuni qilamiz. Xabar temisi, xabar mavzusi. Yo'llangan vaqti ko'rinish shunaqa. 1 2 3. Bunda bo'lsa, bunanki shaniga tan, meningki 70% bo'lsin yoki 60%, ha? Bununki 20% bo'lsin. Mau ko'rishimiz 20% bo'lsin. Shunaqa. Bu xabar temisi. Mavzu deb qo'y. Bu yo'llangan vaqti ko'rish bo'ldimi? Andan keyin yine her bir qurninki rangini bellaymiz-ku. Her bir qurning rangini bellaymiz. Demek bunun mayaga her bir tiydinki ichiga mayaga. Bikkolar tan. Bu ne? Buna qara ya. Bu rang kodni tayyorlab mayani chaplayman, mana chaplayman. Bo'ldimi? Endi internet sitey makiyaj man tanlab men kuchib oldimmi? Maniga xabar mavzusi degan o'rniga Şinjan Intel kasbi texnika tarbiyalash maktabi bo'lsin, ha? Mavzunda bo'lsin. Yak bo'lmasa buna bo'lsin mavzusi. Yo'llangan vaqti 2014-yil 1-oyning 25-kuni. Ko'rilishi 3500 qatim. Andan keyin buni yana mana qilamiz. Diqqat, mayda endi buni o'qishmadan bilmayman ba. B. Maran qanday chiqarkan? Buni men dayr oldim. Küçüdüm. Men çapım küçüdüm. Endi mani men bo'lsin qildim. Endi ish qilma batni to'xtamay taqib bitmadi. Ma bodisi bor. Bodisinki taglangiga tam imajning ichiga ma body degan body bergan ma JPG rasmni ib beramiz. Body big JPG manipülat andan keyin top margin üst taraf aralığını 0. Sol taraf aralığını 0. Ön taraf aralığını 0. Alt taraf aralığını 0 koyattık mı? Hoş. Hem de ma cedvelninki rengini akıp bergen gibi bular. Endi balson qilib yattık. Onda olsa icra pakıman durbat ne? Intilgan mushutuğa bu icra bo'lmoqda. Nima butun mavazir? Xashak bo'lmoqda. Qog'oya butma? Xo'sh, qarmadi ishdiqmi nazar? Endi bodini ichiga yozitla. Bodini ichiga stayda yozib tan font familininki qiymati yo'kiji 4 tom bo'lsin. Anondan keyin bu yerda yo'llangan vaqti ko'rishga o'tirib shunaqa mayaga. Buni ko'chirib mana inshaalloh berdi. Endi buni qaragan bo'lsangiz mayada biz azab tanshib yaparmiz. Tanshib yaparmiz. Mana rangini
sesi qilib ya. Mana rangini eğer bilan qilib beray. Mana ko'rdingizmi? Unda bo'lsa biz buni bunday qilamiz. Mouse sevosin. Mana o'zim men ko'chirib buni men mayaga chalib beray. Buni mayaga chalib beray. Meniki Ana astidagini o'chirdim mana. Mana o'chirdim. Xo'sh, men ikkisini men bir elib ko'chirib chaplay ya. 1 2 4 6 8 10 bo'ldimi? Unutdingmi hozir? Bunda bo'lsa, men besitay. Men qarang, bir qiniq, bir sus, bir qiniq, bir sus. Mana bu shayxondiki, ana men astin qilib belaylikmi? Astin qilib belayliklar. Astarafnikini. Müşümüte. Bununki ikiziga. Ten. 50. Taylik rengini mayaga. Taylik rengini mayaga qudurpaz urib ha. Ana buni salab bo'ldik. Endi ko'rib baqla. Bo'ldi-ku? Lekin mesla mayada, mazmun ko'rmadi. Buni sen nima uchun? Maya qarang. Nima yo'q? Qo'shbash yo'q ha? Mana bu qasam mazmun ko'rmaydi. Ma bo'ldimi? Undan bo'lsa biz mana bunda qilib o'tlar. Albatta torbatliniki men ostidagi bor huquq degan mazmunlar mushtorbatdan ostid mayada mayaga butun chiqdi-ku. Siz buni butun chiqib boqamdiq. Butun chiqib boqilma. Bunun egizligini 80 qilib boqila. Egiz bo'ldi-ku? Yani ma baş bütün çıksın. Ma qurni muşqur şuğan o. Ma qur başlarını tiyar başlarını ma tiyar ağlaştı. Bunun kesip aldık. Kesip aldık ma table astığa yeni bir table sürdüğümüz. Table'ninki borders 10 bir olsun. Bir olsun. Endi mani Mana bu tutsan ağır mana bu tutsan ama ya table tuttuğa kişiye bayadanqa qurusundan köçürmen. Hani bunun tek rengini bunun bütün şu table degan qiymat göretay. Men tushuningmi? Tushuningmi? Endi jadvalning kengligi 100% bo'ladi. %100% bo'lganda batman ma5gacha butun chiqdi mana bu. Hani buldum mu bu? Oy, muşnum şaşa. Bunu onu var. Ya maqsud qamidi. Ama sizi qo'ygandikin. Biz buni endi boshqacha qilib qo'yamiz. Bordersi nil bo'lsin. Bu siz ko'rmay tutsin. Mana men mana yezib berdim. Qapqar oldimi? Uni olsa qatnarangin aql o'taymi? Mana chiga. Font color. Endi mayaga font aqlash uzay. Bo'ldimi bu? Tutma. Endi model qilish yalamsiz. Ma 301ni qilib qo'ymayadi. Aşağıda bir taksi resim vardı. Ma resim shunaqa. Bunun egizi 45 de. Yani aqadigan xat degan JPG resim. Buni ham o'sha scroll almutqa berib o'tla. Mana shuma. Buniki egizigini tiyargan. Sen 45 qo'y. Hamda takdir resimni ma TD berimiz qo'y. İmajning ichidagi aqdigan xattik JPG degan resim o'sha. Ana bosim qilib o'tdik. Buni hamda ko'sak chiqdimi bu?
Aa kaç qarang ha? Azroq ishikida qo'lda edi. Shunami? Tutunglar, mana suratni nima? Uni qilib o'tay. Bunda qarab o'tirib edim. Bundan 98 qo'yayman mana. Ana bu to'g'a? Xo'sh. Masalada ishlab bo'ldi. Shuning bilan ma jarayonni tugdi. Ma ustiga maya normalsizdir. Tushundingizmi? Maya normalsiz, ma üst taraf. Buni tanshitlar hozir shu vaqtni foydalanib. 800. Jadal uni jadal ekanligi 800. Hamda 1 2 3 4 5 6 7 demak ma jadalniki borders 1 ming. Demak 7 piksel o'rni egalladimi? 807 nima necha qoldi? 800'ün alımız 7'nin teng 793. Bunu bölümümüz neçe tomba? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tomba. Bunu bölümümüz 6 yani teng 132. Bunu her bir stonunki kamligini 132 qıtarıq. Tushundingizmi? Endi buni saqlayot. Buni qarag'imiz endi ret tap-tap chiqdi bu. Bo'ldimi? Musolatda endi ish qilamsiz. Shundan bu tugdi, ha?